Assalomualaykum do'stlar. Hozir travertin qiladigan yeri o'zi mana shu vog'ini butishdi bolalar. Ozgina yeri qoldi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Shu vog'ini butdik. Pashto oldida ozgina yeri qoldi. Shu yerda qilsa haytdan keyin travertiniga tushamiz. Mana shu vog'. Qurib olganda ular. Mana Padmayak qilib qilishdi hozir. Mana do'stlar, ko'ringlar bu. Padmayak qilib qilindi. Mana do'stlar bilinib turadi. Mana mayak to'rni. Mana shu yerda mayak bor. Mayda mayak o'rni bor. Bolalar hozir oldini uritadi. Oldini ham tevalari bo'lib qolishdi. Hozir zatrka qilib pastiga tushadi. Mana Mana mayak qo'yib, padmayak uritadi. Salafanlar tortib olibdir mana ayneklarga. Mashina pasi mayer qoldi mana shu. Mashinalar qoldi. Qog'oni bo'ldi mana. Ichkari bo'yinlar bo'g'ini o'na sherga dur. Bundan buyog'i sherga dur bo'lish kerak hozir. Tevaları bo'g'in. Asillarda ham hisoblaylarda gakna bo'lsa. Ana. Sement bilan qumda qilinadi. Ohak qilinmadi. Sement qum. Tashqariga suv uradi, boshqa uradi. Iloji boricha sizlar ham sement qumda urdirurgilar. Sement qumda. Mahkamroq bo'ladi do'stlar. Mahkamroq bo'ladi. Sement bilan qumda ursa. Qum shuvoq qildirsanlarmi, atko'slarni qildirishinglar shart emas. Mayerga po'ki yopishadi, mayer keyin gipsda to'g'rilanadi. Mayerga ham po'ki yopishadi, mayer ham gipsda to'g'rilanadi. Do'stlar, bu ham atko'sga ham pul oladi-da. Atko'sga ham pul oladi. Shuvoqchilar. Sizlarga uni travertinchi to'g'rilab ketaveradi. Ham atko'sga pul berib, ham bu travertinchiga pul berib po'ki yopishtirgani. Unday qilmasdan sizlar ashin chekasiga olib kelib ko'rgilar, travertinchi qog'oni to'g'rilab ketadi. Ikki yo'li rasxut qilmasdan. Buni men aytmasam bilmaydi ko'pchilik. Men aytmasam ko'pchilik bilmaydi. Ham atkos qilganiga alohida pul oladi shuvoqchilar. O'shuning uchun sizlar atkos qildirib olinglar, atkoska pul to'layversizlar. Travertinchiga berasizlar, travertinchi o'zi to'g'rilab ketadi do'stlar. Po'ki yopishtirganda. Ham qumshuvoq atkos chiqarganiga pul to'lab, ham travertinchiga pul to'lab, ikki jo'li pul to'layversizdan sizlar asherga to'g'ri qildirib qo'yinglar. Agar men tushirgan bo'lsam, men travertinda o'zim to'g'rilab ketaman. Sizlarga 1000 so'm bo'lsa ham ekonom bo'lsin deyim do'stlar. Az bo'lsa ham ekonom bo'lgani yaxshi sizlarga. Cho'ntakka hozir 1000 so'm tovush olmasam bu aytadi do'stlar. Asherida aynek chekalarini bunday qilib yerga olib kelib turib to'xtatib qo'yaversin. Mayog'ini ham qildirsanlar, atko'sga alohida pul oladi-da, qumshuvoqchilar. O'shuning uchun sizlar asherga to'g'ri olib kelib qo'yg'lar, qog'onni travertinchi o'zi chiqarib oladi, travertinida. Mana uni ko'ringlar, mana. Masherga to'g'ri olib kelib qo'yib qo'yg'lar. Ham atkos qildiram desanglar, qumshuvoqchiga atkosiga pul to'laysizlar mana. Mashina chekkaga olib kelib to'xtatib qo'yurgular. Sizlarga oz-moz bo'lsa ham men to'lqa sizlarga ekonom tarafingga aytib chiqam.
ham unga to'lab, ham bunga to'lab. Oshcha pul qayoqda ekan? Travertinchi to'g'rilab ketadi uni. Do'stlar, boshqalarni bilmaydi. Men o'zim bo'la olgan bo'lsam, men o'zim to'g'rilab ketaman. Travertinda. Shu vaqtda yerga olib kelvergilar. Boshqa travertinchilarni bilmadim men do'stlar. Shunday qilib bersanglar, men o'zim tushirgan bo'lsam, men ancha-muncha narsani eslab vestanim o'tib ketaveraman do'stlar. Kanalimizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozishni qo'yishni unutmanglar do'stlar. Mayli tinch bo'g'lar. Men to'lqa sizlarga plyusinglarni aytaman.